Assalomu alaykum qadrli cherish quvozlari. Sizlar bilan bugungi obzorimizda legendarniy Arizo 6 Pro modeli. Ko'pchilik aytishi mumkin, bu mashinalar qishga chidamaydi. Mana aynan qish kunlari, qor yog'ayotgan kunlari sizlar bilan aynan shu mashinamizni test drive qilamiz. Qani ketdim. Salon qismiga keladigan bo'lsak, akalarim, qaranglar. Aynan bu mashinada o'zingizni komfortni va statusni his qilib ketishingiz mumkin. Salon ichidagi qulayliklarga keladigan bo'lsak, bu alohida tema. Misol uchun, mana qish kunlari sideniya abogrevlar yoqilgan, rul abogrev yoqilgan. Maza qilib issiqqina o'sha rul qaynoqqina issiqqina bo'lib tursa, aka, naqadar maza. Misol uchun, haydagan saringiz haydagingiz kelaveradi. Va hech qaysi mashinada bo'lmagan eksklyuzivniy narsasi aynan lobovoy oynada ham o'sha ahamiyat bersanglar, chiziq spirallari o'tgan lobovoy oynada ham o'sha abogrev sistemasi mavjud. Deylik, qish kunida qor yoqqan bo'lsa, ko'chaga chiqib, hashar qilib, deylik, mashinaning ustidagi qorni tozalash shart emas. Bokovoy, lobovoy, orqa lobovoy oynalarida полностью o'sha isitish sistemasi mavjud. Bu mashinamizda aynan sport, eko rejimlari bor. Mayli, biz sportga qo'ymaymiz, shahar ichidamiz, shuncha ekoda yuraveramiz. Bu yoqda mana 360 kamerasi bor. Mashinani 3D formatda bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana hozir aynan 3D ga qo'yib, mana sun'iy intellekt bo'yicha mashinaning полностью yo'nalishini ko'rsak bo'ladi. Deylik, chap tarafga pоворotni yoqdim, chap taraf obzorni avtomatik ko'rsatib beradi. O'ngga yoqsam, avtomatik o'ng taraf obzorni ko'rsatib beradi. Mashinada 360 kamera aynan sizga kerakli bo'lgan paytda avtomatik tarzda o'zi yonadi. Aynan orqaga o'sha zadniy anaqa yoqqaningizda oldi va orqa balonlarni yo'nalishlarini ham sun'iy intellekt bo'yicha ko'rsatib beradi. Aynan bu mashinamizda o'sha sportivniy joystik, bu eng full pozitsiyasi. Bu yoqda Tiptroniga ham bor. O'zingiz ko'rsatib urib ketsangiz ham bo'ladi. Juda ham udobni. Va deylik, mana bismillah, remenni taqamiz. Remen taqqanimizda aynan avtohold ishga tushadi. Mana oddiy harakat bilan D ga urdim. Ruchnik tushirmayman. Mana remen taqqanimda gazni bosdim, mashina qo'zg'aldi, bo'ldi. Ruchnik avtomatik yechildi. Deylik, kelib to'xtadim, parkovkaga qo'ydim, remenni yechaman, ruchnikka avtomatik o'zini o'zi tortib oladi. Tabiiyki holat, что mashina 60% funksiyani siz uchun o'zi bajaradi. Faralarni avtomatik qo'yib qo'ysangiz, kechqurun faralari o'zi yonadi, kunduz o'zi o'chadi. Tunnelga tushganingizda 2 sekund zadержкасы bilan aynan o'zi yonib beradi. Monitorlarimiz tayyor, o'sha Apple CarPlay va Android Autoga ulasangiz bo'ladi. YouTube, navigator, Instagram, Telegram, xohlagan telefondagi prilojeniyalaringiz aynan shu monitor o'zida bemalol ishlatib ketsangiz bo'ladi. Monitor yarmiga deylik o'sha navigator, qolgan yarmiga YouTubedan o'sha qo'shiq nimadir qo'yib bemalol tomosha qilib ketsangiz bo'ladi. Aynan bu mashinamizda M95 filtri mavjud. Hozirgi kunda Toshkentimizda havo juda bir yaxshi holatda emas, shuning uchun aynan bu M95 filtri tashqaridagi havoni filtrlab, toza filtrlangan havo haydab beradi. Bu yerda bo'lsa adaptivniy cruise control, ekstreniy торможение, полоса удержания funksiyalari ham mavjud. Oldingizdagi mashinaga ulab qo'ysangiz, mashina o'zi yuradi, o'zi to'xtaydi. Xullas, siz uchun hamma shart-sharoitlar mavjud va aynan lyuk ham mavjud. Akalarim, akalarim, lyukni yopib qo'yamiz. Nosozliklar, azizlar, kadrda baribir ozgina yumor qo'shilib ketdi. Xo'p, endi bismillah, test drive'ga sekin chiqib ketamiz. Xo'p, обязательно qoidaga rioya qilib, hirsli kamarini taqib olishimiz kerak. Xo'p, bismillah. Hurmatli operator, eshigingizni yopib olsangiz, aynan mashinamiz eshigimiz yopilmaganligi haqida ogohlantirdi. Aynan o'sha juda qulaylik tomoni bor. Konkretno qaysi eshik ochiq yopiqligini hammasini ko'rsatadi. Xo'p. Mashinamiz o'sha ko'chada o'zini tutishlari juda ham shustri. Mashina aytganingizni bajarib bera oladi, to'xtash kerak bo'lgan joyda to'xtab bera oladi, bosib ketish kerak bo'lgan joyda bosib bera oladi. Nimaga deganda, aynan SPI sistemasi, ya'ni tormoznoy sistemasi juda ham kuchli.
Xo'p, mashinamizda 4 ta kolonka va 6 ta pishalka mavjud. O'sha bu degani aynan akustika sistemasiga juda katta ahamiyat berilgan. Akustika sistemasi полностью Sony firmasidan yig'ilgan. Undan tashqari elektronikasi bo'sh, korobka, motor o'sha nemetskiy kompaniyalar tomonlama o'sha kollaboratsiyada ishlab chiqarilgan. Ya'ni tabiiyki o'zingizlardan qolar gap yo'q. Mashina ishlab chiqarish bo'yicha nemislarga yetadigani yo'q. Shuning uchun aynan bu modellarimizda o'sha надежность juda ham kuchli, garantiyasi bor. 12 ta viloyat bo'ylab servis xizmatlari bor, servislarimiz bor. Zapchastlardan umuman muammo bo'lmaydi. Aynan bu mashinalar hozirgi kunda Jizzaxda, o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti, yig'ilyapti. Ya'ni to'g'ri, brend Xitoyniki, 60% asosiy zapchastlari nemetskiy va sborka o'zimizda. Bu degani hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q, garantiyamiz как положено ishlaydi. Zapchastlardan umuman muammo yo'q. Xudo xolasa kelsanglar, aynan bu modelimizga ham aynan dekabr oyining oxirigacha 40 million skidka va undan tashqari propan, ya'ni GBO ustanovkalari bepulga tushadi. Mashina juda ham shustri, juda ham tez va aynan o'zini ballonlarida harakatlanib ketyapmiz. Aynan o'zini ballonlari ham qishda, yozda, yomg'irli kunlarda bemalol o'sha yurib bera oladi. Kamida 2 yil, 3 yil sizlarda ballon degan xarajatlar bo'lmaydi. Negaki aynan ballonlari ham sezonniy hisoblanadi. Mashinamiz komfortli, даже konditsioner yoqqaningizda ham umuman bo'g'ilmaydi, tortish o'zgarmaydi. Salonchi komfortli, misol uchun hamma joyda o'sha детский rejimlari bor. Mana oynani ochasiz, oxirigacha ochiladi, oynani yopasiz, oxirigacha yopiladi va qo'lni qisib qolmaydi. Детский rejimlari bor. Bokovoyda o'sha slipoy zonalari bor. Ayollar uchun, misol uchun ayolimga qanaqa mashina olib bersammikan deb yurgan akalarimiz uchun ham ayni muddo. Nega deganda oldi-orqa parktroniklari bor. Oldida ham, orqada ham o'sha 1,5 metrdan boshlab qanaqadir o'sha jismga yaqinlashib, o'sha signal berib ogohlantiradi. Yaqinlashganingiz sari signal ovozi kuchayadi. Monitorga o'sha anaqa harakatlanayotgan monitordan boshqarish shart emas. O'sha qo'shiq baland past qilishlar, telefon ko'tarib o'chirishlar, menyudan menyuga kirish, qo'shiqdan qo'shiqqa o'tkazilish. O'ng taraf полностью o'sha monitorni boshqarishga mo'ljallangan. Chap taraf esa полностью скоростga, tezlikka, ya'ni adaptivniy cruise control, полоса удержания, экстренное торможениyalarga javob beradi. Mashinamizda yoqilg'i necha kilometrga yetishigacha ham ko'rsatilgan. Razgoniga ahamiyat beringlar, akalarim. Kamera bu narsani sizlarga yetkazib bera olmayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu mashinada tezlik eng katta prioritetda. Nega deganda mashina haqiqatan tez yuradigan akalar uchun ham o'sha ko'nglidan joy topa oladi. Nega deganda mashina siz aytgan kaprizlarni bemalol bajarib bera oladi. Shuning uchun bemalol kelib, test drive xizmatlarimizdan foydalaninglar. Haydab ko'ringlar va o'zingizlarga qulay bo'ladigan hisob-kitoblarni olib, bir kunda o'zingizlarning nomingizga оформить qilib ketishingiz mumkin. Aynan Toshkent shahar va Toshkent viloyati uchun alohida рассрочка условияlarimiz bor. Ya'ni juda ham qulay shartlarda 1,5 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yilgacha o'zini pulini foizsiz olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Kelinglar, hammanglarni Cherry Ademaster o'sha filiallarida kutib qolamiz. Kelinglar, haydab ko'ringlar va o'zingizlar ishonch hosil qilib bemalol haydab ketishingiz mumkin. Hammanglarni xudo xolisa kutib qolamiz. O'sha menejerlarimiz hamisha aloqada. Call centerga bog'lansanglar yoki avtosalonga kelsanglar, mana shunaqa sovuq kunlarda choy, kofe bilan kutib olamiz, o'tirib gaplashamiz, sizlar uchun o'sha qulay shart-sharoitlarni qilib beramiz. Mashinanglarni bir kunda olib chiqib ketasizlar. Hech qayerda yo'q unaqa narsa. Kelasiz, pulni to'laysiz, haydab chiqib ketaverasiz. Hamma shart-sharoitlar aynan sizlar uchun. Hurmatli mijozlar, sizlarni Cherry salonlarida kutib qolamiz. Kelinglar.
qor, yomg'ir, qish farqi yo'q. Xohlagan kun shanba, yakshanba, istagan kuningiz kelasiz. Hattoki yangi yil kuni ham avtosalonda bo'lamiz. Bemalol kelaverasizlar. Hamisha menejerlarimiz sizlar uchun xizmatga shay. Hammanglarni kutamiz. Cherry ADM Master siz uchun.